Ufol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar meni bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unidazga o'xshaydi. Hamma kelib siyib ketaveradi. Ufol bilan. Ha, men ajrashganman. Ajrashganimda faqat men aybdormanmi? Ha? Nega hamma narsada ayollar aybdor bo'ladi? Bola tug'olmasang ham, erga tegolmasang ham, hatto o'ldirib, urib tepib tashlasa ham baribir aybdor ayol kishi. Shunaqami? Sizlarchi erkaklar? Kuchlisanlar. Shunda nima? Ajrashgan ayol qaytadan oila qurib, baxtli bo'lishga loyiq emasmi? Yoki sizlar uchun faqat o'ynash bo'lishga yaraymizmi? Kimningdir ikkinchi xotini o'ynashi bo'lishga yaralganmizmi? Meniyam baxtli bo'lgim keladi. Meniyam chiroyli oila qurgim keladi. Meniyam yuragimni tagida yana bir yurak urib turganini sezgim keladi. Mabodo noto'g'ri dilni og'ritgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'lar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q. Fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiya berilib ketib qoladigan bitta kasalim bor meni ham. Ana qilaman.